Narx bilan raqobat qilish bu bankrotlikka eltuvchi yo'l. Ko'pchilik o'ylaydi, arzonroq qilaman, ko'proq mijoz keladi. Boshlanishda ishlagandek tuyuladi. Lekin nima bo'ladi? Marja tushadi. Reklama uchun byudjet qolmaydi. Sifat yomonlashadi, servis pasayadi, mijozlar sodiqligi yo'qoladi. Siz kichik jangda yutib, urushni yutqazasiz. Arzon narx uchun kelgan mijoz eng sodiqsiz mijoz. Ertaga kimdir undan ham arzon qilsa, darrov o'sha tomonga o'tadi. Ularni o'zgartirib bo'lmaydi. Ular qiymat emas, faqat foyda izlaydi. Narxni tushirish bu o'zingni o'chirish. Narx bilan raqobat qilganingizda o'zingizning noyobligingizdan kechasiz. Oddiylarga aylanasiz. Narx bu marketing, arzon narx bu arzon chunki sifatsiz degan signalni beradi. Ayniqsa ta'lim, xizmat, digital sohalarda bu signal kuchli. Narx o'rniga nimani taklif qilamiz? Noyob taklif. Siz boshqa hech kimga o'xshamaysiz. Xizmat, wow, effekt beradigan servis. Kontent, qiymat orqali ishonchni sotasiz.